Menga bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan okaxon, ukaxon, opa-singillarimiz uchun bu xonadonimizda eksklyuziv ko'rsanglar bo'ladi. Fransuzskiy dizaynda ta'mirdan chiqqan, juda ham chiroyli, har bitta detallarigacha e'tibor berib ta'mirdan chiqarib qo'yishibdi. Aziz o'rtoqlar, bu uyimizni Parisen turar joy majmuasidagi 7-qavatdagi 108 kvadrat metrli 3 xonali uyimiz bo'ladi. Juda ham chiroyli ta'mirdan chiqqan oshxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. O'zining alohida oynalari mavjud, hamma texnikalari bo'sh aziz o'rtoqlar. Bu yoqda mehmonlarimizni ham kutib olish uchun stol-stullarimiz, tashqariga qaragan panoramli oynalarimiz, lounge zonalarimiz, kattagina televizorlarimiz va turetskiy qimmat yaxshi komodlarimizni ham joylashtirib qo'yishibdi. Ko'rsanglar bo'ladi, hamma suvenirlarimiz chetdan kelgan yaxshi qimmat suvenirlar. Bu asosiy yo'rigimiz, kirish eshigimiz bo'ladi. Kirganimizda strojniy shkaflarimiz, oynali zonalarimiz va bu yoqda chap qo'lda bizning asosiy yotoqxonalarimiz joylashgan. Hozir ko'rsatib o'taman. Bu yoqda bo'lsa sanuzelimiz, ya'ni yuvinish xonamiz. Bu yoqda bo'lsa bizning yotoqxonamiz ko'rsanglar bo'ladi. Bu uyimizda bir ijodkor inson yashasa, mazza qilib yashaydi, ilhom beradigan juda ham ko'p detallar bor ekan aziz o'rtoqlar. Bu yoqda bo'lsa bizning ikkinchi yuvinish xonamiz ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli qilingan. Bu uyda yashab turib fransuzcha gapirsangiz, uyga kelgan mehmonlar sizni aniq fransuz deb o'ylaydi. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu katta master yotoqxonamiz, o'zining balkon qismlari bor, devorga qaragan, juda ham chiroyli ta'mirdan chiqqan. Uyimiz 108 kvadrat metrli. Narxiga keladigan bo'lsak, 295 ming AQSh dollarida aziz o'rtoqlar kelib ko'rib, yana chiroyli narxlarda baraka qilib olsanglar bo'ladi.